oilasi va qo'lim qo'shnilarga yaxshilik qilishga amroq, yaxshilik suyar bir yigit bor edi. U hatto yurt mahalladagi hamma kishiga yaxshilik qiladi. U yana to'g'ri yo'ldan chatnab ketgan yoshlardanmi nasihatini ayirmaydi. Bir kuni u inisidan mahalladagi bir qancha yigitning zaharlik chekimlik chekadiganligini anglab qoldi. Ahvol nihoyatda xatarlik bo'lib, diqqat qilib, o'z vaqtida tadbir ilinmaganda ularning sog'lomligi xatarga yo'liqatdi. Hamda bara-bara qonuniy javobgarlikka tortilib, jazolanish ehtimolligimi bor edi. U yo'ldan chiqqan bu yoshlarning yeniga berib, zaharlik chekimlikning ziyini haqida nasihat qildi. Ularning bu ishni davomlashtiraversa, Allohning azobiga duchor bo'ladiganligini, jannat yo'lidan yiroqlashib, davzax yo'liga tushib qoladiganligini eskartdi. Yigit ularga nurg'un qaytim nasihat qilish orqali ularni oxiri zaharlik chekimlik yo'lidan to'sib qoldi. Ular bu ishdan qo'l uzdi va ko'pinchisi Allohga samimiy tavba qildi. Ular yana 5 vaqt namoz o'qiydigan va jamoat namozi uchun masjidga chiqadigan bo'ldi. Zaharlik chekimlik savdogari savdosiga to'sqinlik qilayotgan bu yigitning qilganlarini bilib, o'zining heroin xaridorlaridan yiroqlashishi va bozorini to'sib qo'ymasligi uchun uningga ozroq dars berib qo'ymoqchi bo'ldi va kayniga payloqchi silib qo'ydi. Payloqchi bir qancha qitimliq kuzatish jarayonida uning har doim ichida pul, qog'oz, atir, Qur'on qatorliq narsalar qo'yilgan kichikkina bir so'mkani ko'tarib yuradiganligini bilib yetdi. Yigit bir kuni odati bo'yicha masjidga kelib namoz o'qiyotganda so'mkasini yeniga qo'yib qo'ydi. U sunnat namozini o'qishga boshlaganda payloqchi so'mkaning ichiga bir parcha heroin silib qo'ydi. U allaqachon bir do'stiga soqchiga ma'lum qilib qo'yishini havola qilib qo'ygan edi. Yigit masjiddan chiqishig'ila soqchilar besib kelib, uning so'mkasidan bir parcha heroinni chiqardi. Yigit heroin savdogarining o'zini qasliganligini bilib yetib, uningga qarab, "Alloh bizga yetar. Seni Allohga qo'ydim", dedi. Soqchilar yigitni turmaga solib qo'ydi. Shundaqdimi, yigitning zaharlik chekimlik sotadiganligiga hech kim ishonmadi. Zaharlik chekimlik savdogari buni oz ko'rgandek, ko'ch-ko'ylarda uning ustidan gap taqitishga boshladi. Zulmga uchragan kishi bilan Alloh orasida hech qanday bir to'salg'u yo'q edi. Zaharlik chekimlik savdogari tuyuqsiz qatnash voqeasiga yo'liqdi va bir qo'lidan ayrildi. Hatto mang'anmaydigan bo'lib, choqliq o'rindiqqa tushib qoldi. Uning ahvoli kundan kunga nacharlashdi. Bolalari nihoyatda qiyinchilikda qoldi. Savdogar o'zining xato qilganligini bilib, yigitning uyiga bolalarini boshlab keldi va yigitning gunohsiz ekanligini, aslida heroin pojisini uning payloqchisi orqali uning so'mkasiga silib qo'yganligini bildirish bilan birga o'zini kechirib etishni talab qildi. Ular bu xabarni soqchilarga yetkazdi. Buni anglagan soqchilar yigitni qo'yib etdi. Uning o'rniga heroin savdogarini turmaga tashladi. U shuncha meyipligi bilan turmada nurg'unlagan jafo tortadigan bo'ldi. Amaliyotda u o'zi sabablik ziyonkashlikka uchragan nurg'unlagan bechora kishilarning uvoliga qolmoqda edi. Yigit Allohga ko'pdan ko'p tashakkur bildirdi va ziyorat qilib kelganlarga mundoq nasihat qildi. Sizlar zulmdan saqlaninglar. Zulm qiyomat kuni zulmatga aylanadi. Kafir bo'lgan taqdirdami zulmga uchragan kishilarning duosidan saqlaninglar. Uning bilan Alloh orasida hech qanday parda yo'qdir.